Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli qarindoshlar, old bilan biroz burun naq maydondan tarqatgan programmamizda masala chiqib, kesishga majbur bo'lib qoldik. Qaytadan inshaalloh huzuringizda bo'lib turamiz. Hammalar ma'lum bo'lgandek biz ochiq suhbat programmamizda har xil sohalardagi kishilarimizni taklif qilib, har xil mavzularda suhbat elib berib kelayotimiz yillardan buyon. İnşallah bugünkü programımızda ta 2009 yılga qaytimiz. Hammalarga ma'lum bo'lgandek Uyg'ur xalqining beshiga kelgan qabahat kunlardan biri deyilgan 5-kuni Urumchi qatliamı deb tarix yozilgan bu kunda nurg'unlagan xalqimiz Xitoy tajovuzchilarining vahshiy qatl qilishiga ta hozircha izdiroksiz yo'qolib ketgan minglagan xalqimiz, yoshlarimiz bor. Hammamizga ma'lum bu davrda bevosita shu vaqtda shahid bo'lgan, shu yashagan nurg'unlagan ishlarga shahid bo'lgan bir kishi bilan suhbat elib boramiz bugun inshaalloh. Bu yerdan tortib buni orqa ko'rinishini so'zlagandan keyin ammolar ma'lum bo'lgandek Xitoy tajovuzchilari shu lagerlar masalasi o'tirg'i chiqqandan keyin yillarcha aloqamiz hammamizniki uzildi, chet eldagi erkin dunyoda yashayotgan xalqimizniki ailesi urug' tuqqanlar bilan bo'lgan aloqasi. Bu üzülgəndən keyin bu asta besim bo'lgandan keyin Xitoy hech qanday bunday bir lager yoki so'rab olishning bo'lmaganligini inkor qilib, bo'lmayotganligini so'rab kelayotgan Xitoy shu guvohlik berish masalasi o'tirg'i keng tarqalgandan keyin albatta istiqlolimizda boshlangan edi bu Abdurahmon Asanninki guvohligi bilan. Uning keyindan xalqimiz ta hozirgacha dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan bu chaqiriqlarimizga, bu nidolarımızga quloq solgan xalqimiz albatta ailesi uchun guvohlik berib, har xil tillarda bu besim kunsi yuqorilashgandan keyin Birlashgan Millatlar Tashkiloti bo'lsin va kishilik huquq tashkilotlari bo'lsin, Xitoyga kelgan besimdan keyin yillarcha e'tirof qilmagan, bizda bunday lager yo'q deyotgan Xitoy uni birdamda ismini o'zgartirib, yolg'onlardan yana bu yolg'on yovda sahiflarni yasab, hatto videolar chekib hammalarga ma'lum. Biz kasbiy tarbiyalash elib beryapmiz. Bu mingasi zaharlangan atalmış tırnaqchida bularni biz tarbiyalab jamiyatga yaramli insonlar qilyapmiz deyotgan bir Xitoy. Amaliyotda nurg'ulg'an professorlarimiz, olimlarimiz, yozuvchilarimiz, ziyolilarimiz bularning oldingi qatorida bu millatning ichidagi ko'zi ko'ringanlarning hammasi birinchi bo'lib so'langanlar, yo'qolib ketayotganlar va hozirmi yo'q qilyapti hamda. Mushundaq bir numussizlikni albatta Xitoyda numus bo'lmaganligi uchun bunu davamlaştırıp kelyapti ta hozirgacha. Bunga eng yaxshi javob shu guvohlik berishganligini ta'kidlab kelyapmiz. Bunga inshaalloh nidolarımızga quloq solayotgan qarindoshlarimiz ko'plab chiqyapti va chiqishini orzu qilamiz yana. Ammo lekin sonimizga har qatim deyotgandek millatning soniga nisbatan, chet eldagi sonimizga nisbatan guvohlik bergan, o'tirg'i chiqqan Xitoyning jinoyatini oshkorlaganlar yanılam nihayeti az, özümüz xijil bulduğan derecede az. Bunu ta'kidlab kelyapmiz. Bugungi suhbatimizningki davomida biz Urumchi qatliamining orqa ko'rinishini so'zlab bo'lgandan keyin shu Xitoyninki ammolar ma'lum shu lagerlarda bizning shu urug' tuqqanlarimiz, shu ziyolilarimiz, olimlarimiz, ota-onalarimiz bularni Xitoy shu xalqarodan tekshirib kirimiz deb nurg'un talab qilgan bo'lsa, Xitoy unimagandi. Endi hozir muxbirlarni ziyorat qildiryapti, hammalarga ma'lum. Yalğan sahiflarni yasab, o'zi opirdigan yerga opirib, yoki bo'lmasa o'zining gapini anglaydigan shu Xitoyga beqindigan davlatlarning muxbirlarini akirib ziyorat qildiryapti hozir. Va buni apkirishdan, ziyorat ruxsat qilishdan burun turmalardagi yoki lagerlardagi qarindoshlarimizni, xalqimizni Xitoyning ichki o'lkalariga yo'tkiganligi haqida Xitoy axborotlardan chiqdi, xalqaro axborotlardan chiqdi. Xeylonjan o'lkasiga, Gansu o'lkasiga İçki Mongolga yötkelgenligi to'g'riliq xabarlarni istiqlolimizdami, ba'zi xabarimizda. Bu masala o'tirg'i chiqqandan keyin Xitoyning plani bo'yicha 500 ming Erkin Sidiq akimiz bir qancha kun ilgari yozgan maqolasida shu Xitoyningki bu ichki o'lkalarga yo'tkazishdagi maqsadini va turmalardagi elib berayotgan bu zulmlarni bir qur anglitib o'tibdi. Bugun biz programmamizda ta Urumchi qatliamida muhokama Yo'tkashdagi plan aqasdagi maqsad, haqiqiy maqsad nima? Ichkirida yashab boqqan, shu yerning uzun yil shu yerda tijorat qilib boqqan, hatto turmaga kirib boqqan bir akimiz bilan suhbat elib boramiz. U bo'lsa-mu Hasanjon Islom akimiz bilan suhbatimizga qadam tashrif qildi. Qizg'in ko'pdan ko'p rahmat aytamiz oldidan. Allah razı olsun.
Hürmetli Kesencan aka, siz şu Partlagan Sükut programının 30. sanında sen yakımız kepbegen bu yerde özününki 5'ini ötken işlerini söylepbegen uya kirmemiz bilgenimde. Sen yakımı şu Ürümçi katliamı bir vasıta şu yakessek hem de. Siz şu vakti de köy geldiğinizde bir başlayın. Bolu'da. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedu ve alihi ve ashabihi ecmain. Bizlerge muşinçilik Xitay tecavüzçi, işgaliyetçi Necis Xitay'nınki əbdi və şiirisini açalığıdık derecede bizge imkanı yetmegen Allah Subhanahu ve Ta'ala'a çeksiz hamd sana eytimen. Şunun olan birge bizninki muşu Xitay tecavüzçilerinin 1949 yıldan başlap ta ki hazırkıça mahbi ve aşkara kılıvatkan irqi kırgınçılıklarını bunu bütkül halkarağa anıltış arkalık şu Xitay'nınki kılıvatkan zulümününki toğtışığı bir vesile buluşunu Allah Subhanahu ve Ta'ala'dan tileş bilen birge ben sözümünü başlayayım. Xitay'nınki 2009 yılı 7. ayının 5. kündeki Ürümçi katliamınınki asas maksatlarını bir yerde ben oturup koyman. Bu gepki kege vakitinin özde ben 3-20 ay keyinigi tatıp durup inandan kin gepni jayıga gep birmen bunu dikkat kılıp anlanla. Bu Ürümçi katliamı 7. ayının 5. günüsü yüz berdi. Bundan 3-20 aydan kin ben Gangdong ülkesine bir ticaret bilen kirdim. Kirip Gangdong ülkesininki Sıcang diye yerde turdum ben. Zumagangmı dep koydu yani. Bütün şu işkir ülkeler... Kaç yıldan ben ticaret kılgandınız? Ben işkirde 92 yıldan başlap işkirde ticaret kılışını başlagan. Şuna olan o Guangdong ülkesine ticaret kirdim. Uyada bütün şu işkirdeki zavutlarının bırak kılıp etken mallarını saldırgan çoğun bir bazar var. 300 mu etrafında. Şu bazara bağdık, uyada ballarından bir kompüterinin gepi çıkıp gelip, şu Dungende kompüterini, şunda ikinci kol kompüterini satıdığın yağının ki cıklıkını anlağandan kim ben Dungen'e çıktım. Çıkıp uyada bazara kirdim. Bazara kirip uyada bir kaç tal kol kompüteri ağam bulduk. İnandan kim uyada bir yatak düştük. Biz yatak düşkenden kim uyada bir 55 yaş etrafındaki bir 40 dayıdan uyada paranlaşıp kaldım. Neyse nali edip de onun Şinjan dedimde o vaxtta da şunda demişsek okumaydı o kapır. Hoş. Şunun olan desem sen muş Dungende boğan Uygurlar olan Hanzularınki oyunçuk zavutada boğan işten haberin var mı? Dep de o kanda işte desem şunu sen bir yalik emez mi dedi o. Ben bir yalik, ben ondan haberim var o işten. Bu haberim boğandan keyin ben bu yerda boğaşını senden soruşum gerek. Desem bu dedi ki bu yerda zavutning ichida 40 necha adam Uyg'urning o'lib ketganlik xabari taqaldi dedi. Degandan keyin men u yerda onun dedim bu zodi qanday ish sen mushalikkansan sen müşahideki yerli xalq olgandiken sen bunu bilirsen bana sözlep be. Dep şundasın bu videonu görmedin mi? Dedi.
Şununla andım ben videonu 30 sekundluk videonu gördüm bir zavutның teshidiki bo'lgan bir voqelikni. Xo'sh. Deb shunda desam, ishning hammasi uning ichida bo'laqliq. O teshiga chiqqanni bir 40 taninki o'g'zib turib uni video qilib ilib olganligi, undan uni undidarda taqdim etganligini. Dedi. Degandan keyin men darrov shu 6-ayning 24-kunisi bo'lgan shu Guangdong o'lkasining Dungan shahri Shuri o'yinchiq zavodida bo'lgan shu voqelikni shu 25-kunisi tush vaqtiga yaqin men uni ko'rgan. Buningda bu ko'rinishda hammasi o'xshash kiyingan, qo'lga o'xshash holatdagi bir kaltakni olgan. O kaltakninki rangimi hammasi oq. Tömür bikin tömür. Xo'sh. Jimis kaltakninki uzunluğu 80 santim etrafida bor. Va biz 6 ponluq genzi deb qo'yamiz, 6 ponluq turba, suv turbasi. Naq o'zi shu. Aşında sırlangan emasken. Şuna olan andan o men dedim ki Oxtayga bu zavodtaki işçiler bilan urushib qolibdimi deb shunda desam, sen bu ko'liga yillarcha kelib tijorat qilayotgan bu ko'lidagi puhraninki urushmaydiganligini bilmamsan dedi. Shuna bilan sen buni qanday qaraysan deb shunda desam, hammasi askar onun dedi o. Urg'anlarni, o'ltaganlarni. Ha. Hammasi mushning askarlari. Xo'sh. Deb bu so'rada andin u o'lib ketgan uyada shahid qilingan bolalarning ota-onasini qanday qilganligini so'radi. Shuna bilan uning o'g'larining ota-onasini şu ish yuz bergan kunning ertasi o balalarning kimligini hammani aniqlab, naligiligini deptirdi ba. Aniqlab darrov ota-onasini ishkirga akildi. Aşağıda shahid bo'lgan balalarning ota-onasini ishkirga akilib, aşağıda 40 ming ko'ydan pul berdi qo'liga. 40 ming ko'ydan pul berib qo'liga. Bu bir tasodif bir voqea. Bunu sillimuş öz işçianladı tügütütanla bunu hükümet öz ara bir taraf kıldı. Dep uyada 40 ming koydun pulunu bergenden keyin bu bizning vatanga borgandan keyin hech qanday odamga og'zini ochmaydiganligini, agar og'zini ochsa turmida yotadiganligi to'g'risida qo'rqoq sayliqliq. Şunun olan bula uyada farzandlarının jestini hiç kim ekkenmedi uyadan. Ekilenmedi. Şu yerda kömdedi ha? Şu yerda huzularının kavristallıklarını biz el kıpırmaz. Aşağıda koysanı bulu da bunu ekkitiş için her bir adamga 10 ming koydun pul ketidi. Bunu maşinaga salsan sesiydi o bağıça. Aeroplanga ürek sanmaydı. Degandek gapini qilib uyada u balaninki jestini aşağıda huzularning qabristonligiga qo'yg'izib etgan. Voqelik. Inandan keyin bu voqelikni 30 minutlik avo videoni ko'rgan ot yurak bizningki Sharqiy Turkistondagi ot yurak ziyolilar biz bununla gap qilmasak qolganlarning hayotiga xavf yetdi ekan. Biz bununla cho'qim bir noroziligimizni bildirsak bo'ldi deb o'zaro maslahatlashdi buni. O'zaro maslahatlashgandan keyin bu 7-oyninki 5-kunisi biz xalq maydoniga berib bir az to'la bir
narazılıqımızını bildirip aşağıdan bir ochiq gapni anglayli deb maslahatni qilib bo'g'icha buni Xitoy oldidan planlab yana bu namoyishni Xo'sh. daraxtni lang'ishtib mevasini tushirish degan hiylalarni ishlatib Xitoy u yerda namoyishchilarning sonini ko'paytirish maqsadida bu to'rda bo'layotgan undidarda bo'layotgan uchurlarning hech qaysiini quloq solmay Siz shu vaqtda shu kuni Urumchida bordingiz. Urumchidaman shu vaqtning o'zida. Shuning bilan buningga quloq solmay turib o'zininki odamlar orqali bu namoyishning vaqtini muqimlashtirdi. Muqimlashtirgandan keyin 7-oyning 5-kuni esa ettigan soat 8lar atrofida bu undidor to'plarni taqaldi. Bugun xalq maydonida tushdan keyin soat 5da namoyish va Gangdongda qatl qilingan bolalarga norozilik namoyish qilamiz deb. Shunchalik darajada ochiq xabar hamdi. Xitoy hozirgi kuchida shu vaqtdagi askariy kuchida bir odamni zoya qilmay ashini to'sab tarqitib qilib Xitoy shu vaqtda kuch yetdi. Lekin unda qilmadi. Xitoyning bu oldin o'zi planlagan ish bo'lg'achqa unda qilmadi. Ondan soat 9:30 atrofida men bu yerda ismini oshkorlamayman. Shu Gobo deb qo'ydim avvalga. Davlat bexatarlik idorasida ishlaydigan bir bola bilan bir yaqinligimiz bordi. U bola bugungi ishga aralashib qolma dedi menga. Telefon qildi. Telefon qildi, do'konini och. Bugungi ishga hargiz aralashib qolma dedi. Uningki men u xabarni berishining sababi nima desa, har qanday maxfiy ilib boradigan ashunda suiqasdlar bo'lsa, maxsus shu davlat bexatarlik idorasininki saqchilari, gumonning saqchilari, ya'ni paysoning saqchilariga nima qilmaydi uni. Kelmaydi. Telefonninki ashunda bir sistemasi bor, shu sistema orqali xabar qildi uni. Abi xabarninki kelganligini bilgandan keyin mana o xabarni bergan. Bergandan keyin men o kunki ishga aralashmadim. Aralashmay o'zimning do'konni ochdim. Soat 2 bo'ldi, 3 bo'ldi, 4 bo'ldi. Soat 5 bo'lgan vaqtning o'zida Zafar Soda Sarayininki oldida Qutat Soda Sarayi bilan Zafar Soda Sarayining oldida bir turkum sariq kiyim kiygan askarlar soni 50 dan oshdi. Chiqdi mayonga. Uning oldida ko'k kiyim kiygan alayda saqchininki adimidan 4 var. Şuna olan bunun paydo bo'lishi bilan tan Ayas Talla bazarının oldida gumban uyg'on bir ovozlar keldi. Ovoz kelgandan keyin men o'rnimda qopab qarasam, deb balla Abduzani urib o'tibdi. Shuna bilan u yerdan 4-5 Xitoy somkasini tashiyotib ko'ldilab mayonga biz tarafga qochib keldi. Kelgandan keyin shuni ko'rayotgan alayda saqchining odamlari A50dik askar udul to'nko'rik tarafga qarab keyniga qaramay mangdi. U yerda nimani kutgan desa, ishning biroz cho'ng'ishini kutuglik. Taqinbaq qalayimqon bo'lishini kutuglik. Shuning bilan ishlar bizning do'konning oldiga borgan vaqtning o'zida haqiqiy cho'ng'aydi. Cho'ng'aygandan keyin u yerda
Alım Xontur dep birim ba. Alaydı saqçınınki başlıqı. Özüge Xontur dep laqam qoyup algan. Xoş. Bu anaqa töşkü yoğan bir qural varken şunu esip çıkıptı eken. Şunun bilan onu birini attı. Atqandan keyin şu Namayışçılarmı? namoyishchilarga atqandan keyin bu atrofdagi hamma odamning ko'zi yashang'irab ketgan buningda. Ha. Yaşak kuzuş bombası etibdi onu. Yashaq qo'ziq bombasi. Shuni ular u yerda do'konni taqaydi deb do'konning atrofidagi mollarni ishga tashib o'tiblar, do'konning ishini taqadiq. Taqab zaman qarab turdim u yerda ayolim bilan. Xoş. Qarab tursam ballarning keyindan bo'lib chiqdi. O'ttirdim bo'liblam ayasining oldidan. Chiqqandan keyin ballar toshlarni atdi uninggacha, hammasiga. Atqandan keyin bu guldoylab qechib chirkatdi, keyiniga qarab qechib chirkatgandan keyin ballar toshni itib, uning keyindan qo'g'lab mayang mangandan keyin Ayas Talla bozorining keyinda bir ko'cha bor. Ko'chadan bir turkini tayyorlab turibdi ekan. Shundan bilan ballar ayonga qo'g'lab mangandan keyin mayan tarafidan keyindan chiqib ballarni qo'rishoga oldi yani. Qo'rishoga olgandan keyin eliqa kichik piston atadigan, chachmoq atadigan qurolni varaq atdi yani. Atqandan keyin u bağallı adamınki mava tekken adamınki goşunun işçi kirip kaldığı nasken bu. Doktorxonga basımı ma adatdagi doktorlar alanmay ki ona. Bunumuz CT'dek nasi de körep durup inandan keyin aladigan nasken. Şunun bilan bu aşı qalaymiqanchilikni qo'yib birib oldiga qechib keyinga qechib bir vaqtdan eliqa mashinasida media qilib uni suratga ilyotdi bir vaqtdan. Andın uyanğı kaçıdı, bu yanğı kaçıdı, aşında kılıp qalaymiqanchilikda bu işninki dairesi çoğayıp vardı. Çoğayıp bağandan keyin u yerda bir saqchiqday şu Dabazada, xalqaro cho'ng bozorda u yerda bir Uyg'ur balni basmadapla tutib ko'zini izdigicha balla atrofdan kelibla urdi tosh bilan kallaga. Urib u bala u yerda qutilib qoldi. Shuningla u o'ldi. O'lgandan keyin ondan shu yo'lning ikki tarafida liq odam bor hamda. Ash ishni ko'rayotgan. Xo'sh. Bir vaqtdan ko'rayotgan, bir vaqtdan g'urra deb shu Allohu akbar deb to'lab turayotgan xalq bor u yerda. Ondan xalqliga qartib etishga boshladi bu. Askerlar. Piston atadigan, chachmoq atadigan qurolini etishga boshlagandan keyin ondan men kirib ketdim. U ham ikkinchi doktorxonaning davzisiga 100 metr keldi. O'ttaga uy. 100 metr. 4-qavatda. Eylekdan ko'rib turdim. Kechi uxlamadim menma. Derizdan qarab turdim. Kechi to'xtamay keldi doktorxonaga. Xitoyni. Bu shu yerdan kengrigancha ondan o Yaman yo'li Mavo Şinjan Üniversitesi ayan taraf Atbegi meydani ciddi andım başı Yojungey degan taraflar andım ba Yamallık dağının ki Yamallık dağ etrafları butunlay Uyg'urlar merkezleşken Uyg'urlar zik merkezleşken rayonda bu rayonlarda bir kechicha bu iş davamlaşıqlıq. Şinjan daşonunki davzistin to'xtamay chiqqan ballini aşu pika qurol bilan aşağıda itiqliq. Onu aşu naq meydanni ko'rgan ayol aşağıda mana yig'lab so'zlab biriklik. Nurg'un ballini itib etdi. Bir vaqtdan
su çaçıdığan maşinada jüp durdu. Andın yanı birge mava Çin zavıtı dep koyumuz. Şu neme iştibak yolu dep koyuz. Şu Çin zavıtınınki kızıl çırağının etrafı da nurgun ballını katlı kılıyordu. Bu. Senet mektebine yendi. Katlı kılıyordu. Atsı Atbeygi meydanınınki etrafıdan kişi koymay tutup çıktı gilik. Doğru. Atsı. Andım men ottağın mayandık rayon bu Cifanalı da koydu. Azatlık yola. Cenub azatlık yola. Bu yan taraf mengen sak çıkanı sık karaydı. Ayan taraf şodan yan sak çıkanı sık karaydı. Biz tarafınkiga özü kirip biz kirmesek işini açmağla deylik. Uyu kirip. Biz kirmesek işini açmağla deylik. Ayan tarafınki bütün bir öyde 4 oğavalı olsa 4 ne, ikisi olsa 2 ne, 60 yaş, 70 yaşlık kere adamdan tutup ekittigilik. Ekketkenden keyin andın uyadı bizninki bir şagirtim batı. Şu şagirtimni yoldan to'g'ri jugurib o'tib, to'madan atlab chirkitibdi uyga. Bu şagirtimni ekittigilik. Ekketkendan keyin andın bu appaga adamni 3-cü turmaga appağandan keyin bu yer to'shab ketdi. Deb ammagandan keyin to'shab ketdi, ishning tuydan kessin demay. Seriq kiyim kiygan böyle jotoning seti bilan her qasına vanıştib kallig'ini urdigan gap edi. Bosh qilam. Nechsi aylanib ketgan o ballanınki. Yani so'rga chiqib mashinaga tashlab ashunda ekitgilik. Ekitib bu ish shuning bilan biz 9 kun dukkan ochamagan bo'ldik u yerda. 9 kungacha ma ko'chadagi odam ko'chaga borolmaydi. 9 kun jirgan. U yerda bununki planı qanchalik darajada cho'ng desa, biz mush ishni g'alaba qilib qolsak, az deganda 10 ming odamni qirg'in qilib o'tamiz. Degan planni soqqandan keyin u planni 20 ming, 25 ming o'tib ketdik. Planı. Hattaki içip aş hoşnamla kayıntisi bilan kuyovlining ikkilisini ayqib yalang'och qilib bir uyga so'ydi. Aşadan 1,5 yilda qutulib chiqdi. Chiqqan kunisi xotenga ketdi. Men bu yerda turmayman. Men bu kuyovlam bilan bir malda o'tirib qolganligim uchun ham shunchalik darajada ashar bir narsa qilib o'livag'ini olgan bo'lsa o'lib oldim deb. Ondan yana bir birodarimninki deb birishcha uni bir oydan keyin tutib olib qolgan. Bir oydan keyin bir mashin ashu tutib kirib ketgan balanınki mashinasi bir yo'l bo'yida qolibdi-ken, shu mashinani bir yerga kangriyaga yo'tkab ekkab qo'yganlik uchun. Deb birishcha kechida meni so'roqqa chiqqan vaqtning o'zida men machildab shu Uyg'ur qarindoshlarimizning jasadiga dastlab o'tdim dedi. Kamerning ang oxirgi kamerga so'lg'ankan. Shuning bilan bu jasadlarni qanday qilaqliq desa,
cesetlerini keçide Cansenci bilen ko'lab Kavristallıkның üstün tarafta hazır 8. ayın, 9. ayın, 12. ayın kıçı Kavristallık kılıp etti. Yani ko'lab keçide kömgen. Şunu kömgenlikini körep kalan şu Kavristallıkta gokolaylagan bir adamni izdireksiz yoktu ötegilik. Körep kalan dep. Bu uyarda 128 Xitayning o'lganligini 100 necha Xitoyninki yaralanganligini e'lon qildi. Aşağıda. Xitoydimi o'lganlarning soni jiq. Xalqaro onda xabar berilmaydi. Xalqaro onda xabar bersa sen nima ish qildigan odamsan. Shunchalik inson o'lib ketsa sen nima ish qilasan? Lekin bizning qarindoshlarimizdan nechisi ketdi? 25 ming odamdan ayrilib qoldik. 25 ming. Hatta ki hiç qilmagan balını qattiq qiynash orqali qildim deb bir tugab ketaymish qiyinchilikdan deb qildim deb tugab ketgan nurg'un balla. Ondan bu Xitoyninki yana bir cho'ng yilisi shu o'zi tutib chirkitib sırıtka istirikini bermey, 100 necha qitimlik qattiq so'roqda hayotidan ayrilib shehid bo'lib ketgan qarindoshlarimizninki surtini ang adam ko'rdigan halqiliq o'rinlarga qator tizdi. Tizig'liq. Mushulni ko'rganlar, uchqatqanlar bizga xabar qilsanlar. Biz so'yinchi bermez. Bular qechib ketgan terrorchilar edi. Nomussizlar. Nega qechib ketdi bu? O'zi o'tib bo'lib, aninki javobgarligidan qechish uchun. Haqiqatan shu vaqtda e'lon qilinganligi tutish buyrug'i chiqarilgan bolalarning chiqargan rasmiga qarasam qiyin qisqa e'linganligi chiroydan chiqib turdi o bolalarning. Bo'lishib ketdi. Uni ashunda rasmga elish uchun yoki qo'yib berish uchun yoki bir xalqaroning muxbirlariga ko'rsatish uchun bir tal ho'kilni urdi. Tomirga. Bir tal ho'kilni urgandan keyin uruq yada bir teri bir so'na ko'lab qolgan odam shu kunda paqlan go'sht yegan odamdek chiroylari paqirab shunda simirib chiroyli qilib qoldi 3 kun bilan. Inandan keyin suratga oldi, yoki bo'lmasa ko'rsatadiganlar ko'rsatdi. Yoki bo'lmasa qo'yib turdi. Inandan keyin bu voqeadan keyin shu turmaga akkirgan bolalarning hammasini shu biz do'konning oldiga keldi, shu ishni qiyg'ayaliga opadi hamda. O balla 10 kilo, 20 kilo kagidek darajada shunda uruq. Putiga selingan zanjirninki 15-20 kilo kelish mumkin. Munda tomliqdagi zanjir putiga qo'liga siliqliq. Mashindan o'tishib, nada qilding deb ko'rsataylik. O balla ivada mavada deb qiliqliq. Shunchalik ashinchilar zanjirli siliqliq, qo'lda qatma-qat ko'zli siliqliq odamni ikki qo'lidan ikkisi gadimdan birsi mushinda engishtirib mangadi. Buningki mushu 1949-yili vatanimiz Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib chigandan boshlab bu 2009-yilga kelgacha bizning nurg'un siyosiy arboblarimizni, ziyolilarimizni,
kallası içilgan qarindoshlarimizni maxfiy Xo'sh. qatl qilib kelgan bo'lsa, maxfiy qatl qilib kelgan bo'lsa, 2009 yılga kelgan vaqtida Guangdong o'lkasininki Dungan shahri Shuri o'yinchoq zavodida qilgan qatl amini Uyg'urlarninki mush qitimda gap chiqmay qolib qolsa bizga qarshi inandan keyin bundan keyin ochiq-oshkora mana mushunda qatl amalini ilib boramiz deb qilgan narkosi. Sınaq. Xo'sh. Onunga qarta narazılık ilib bağan kişilerninki her qanday qattiq Xitoyning zarbasiga uchirdi. Maxfiy qatlam qilgan vaqtning o'zida bu daraxt kesish texnikasi deymiz. Daraxt kesish texnikasida qator bir o'rmonlikda cho'ng'olgan daraxtning hammini kesib o'tmaydi. Hammini kesib o'tsa yoki o'ziga iqtisodiy ziyon bo'ldi yoki boshqalarning qarshiligiga uchraydi. Bu yerda qanday bo'ladi desa, yo'g'ing'inni kesidi. Ajutdan, ma'nalidan, adabiydan, mashadidan arlab qanan maxfiy ashunda qatl qilib kelidimda. Maxfiy. Anda bo'lgandan keyin sizlar o'zlariga qachon navbat kelganligini sezmaylar. Chunki sizlar yo'g'inmagan daraxt. Tamam. O yo'g'intidi bir vaqtdan yo'g'intib kesidi. Ashunda qilib ilib borgan bu qatl amlari 2009 yılga kelgan vaqtning o'zida qanday bo'ldi? Oshkor ilib berishga boshladi. Tamam. Mana bu ikki qitimliq voqea, Dungan voqeasi, qatl ami. Urumchi qatl ami. Bu ikki qatl amni shu 7-oyninki 6-kunisidan boshlab bu chet eldagi 3 xil kuchlarninki quturtishi bilan İbbade deb toza e'lon qildi. İbbade deb buni toza e'lon qildi. Bu chet eldagi 3 xil kuch quturatgan bo'lsa, agar ya maxfiy buyruq bergan bo'lsa, ya shuningga qarta bir plan projeni sizib bergan bo'lsa, har qanday bir tashkilot biz shu vaqtdagi ishni mana biz planlab manda qilgan deb o'tirib chiqdi. Lekin chiqmaydi. Bu Xitoyninki bizlarni ochiq-oshkora ashunda irqiy qirg'in qilish maqsadida ilib borgan suiqasdi. Allah şu vaqtdagi qarindoshlarimizning shahodatini qabul qilsin. Allah firdavs jannatlarni ato qilsin. Amin, amin inşallah. İnşallah. İnandan keyin 2009 yildan keyin men 2009 yildagi bu Xitoyninki shu qatl amlini ochiq-oshkora ilib berishninki bir plani 11-5 yillik planninki oxirgi yirik planni ijro qilish ilishganligini men bir siyosiyon adam bilan paranglashib orqali bu yil 11-5 yillik yirik planni ijro qildigan yilnisi bu yirik planda haq manda tushuniglik vaqtida bu yirik planda xalqning uyini yangilash, uyini chiqib pul berish, yanglab berish deb manda uqtiroqliq, ammo maqsad ma'vo deb u siyosiyon adam mana shunda tushuntirib qo'ygan. Mana. Inandan keyin 2009dan boshlab har xil bana sabablarni tepib bizning qarindoshlarimiz joyidan shundala medrab bo'g'ichi bir adam o'rnidan
kopap medrap boğucu 10'ne. 10 adam orundan kopap medrap boğucu 100'ne. Mınne. Aşında qırğın qılıp tegilik. Tamam. 7. ayının başındaki Ürümçi katliam amıda bekağı tutup erkeketke adamlarınki aşı nurgun adamga tutuş buyruq çıqadık deb resmin çaplaq koydu. Aşının hemmisi aş qattiq qiyin qısındaqda şerilap ketkenler. Mesela ki mening akam ya inim bo'lib qalsa, mında bir sezgi payda qilib qo'ydi edi. Bu yaxshi qechib ketalabdi ekan, ma'u tutish buyruq chiqarib qo'yapti. Xudoyim bija tutilib qolmag'ay deb duo qilib qo'ydi. Lekin u Alloh burun Alloh muloqot bo'lib qolaqlik. O bizi kimni qaçırıb etmedi, hazır qaçırıb etmedi. İnandan ki her mıxıl, her yanıza bana sebeplerini tipip bugünkü kağıtçı qatlı qilishdan to'xtamay, tajovuzchilikdan to'xtamay, endi ma'vu guvohlik berishdan iborat bu necis tajovuzchininki abdi ve şerisi aşkarlangandan keyin bu yani qaytadan yangidan bir sanini hazırlab chiqish uchun şu turma o'yliq tarbiyalash lageri o bu degan gapning hammasi qo'riq gap o turma. O bir odamni tarbiyalaydigan, vino o'gitadigan, kesib o'gitadigan yani ben özümden tapkan balamla cık kögendek kögen ya o. Unda yanınki sakçı vak ne diyor ki unda yanın ışıkları, davuzları, kenkanı o çok işçigi netçüz, netçimin maşinla koyuyaklık, işleyliğen hizmetçil çırıp çıkaklık, hatırcam, ticaretçil çırıp çıkaklık, anda yanı terbiyeleyliğen, kesip terbiyeleyliğen ya deyimiz. Bir adamla ekir olup uyara, terbiyeleymen dep xalqaranın közünü boyap, özünün necis, rezil suikastını işqa aşırış üçün uyada sana hazırlap, jüse onunla xalqaranın közü var, bütün dünyanın közü var, o aşkarlanıp qalıdı. Bunu Xitayning Abdiga şerisi içilgandan keyin birinci qitimda bizde onda lager degan nemi yok, kamp yok. Dep bayanat ilan qilgan Xitoy ikkinchi qitimda nimdede tarbiyalash lagerlari var bizda. Biz mana sanoatda tarbiyalab yaramliq adam qilib chiqamiz deb onu ilan qilganlik. Onu ilan qilgandan keyin andan xalqaraning besim yani tushdi buningga. Tushib bu xalqaradan mushu to'g'risida hamma davlatlarda digidek bir mushu Xitoyga biqindi bo'lib qolgan devletlerden zuvan çıkması mı? Hem de hakikatini bölüp durup zuvan çıkması mı? Lekin başka devletlerden şu Avrupa İttifakı, Birleşken Devletler, İnsan Hakları Teşkilatlarından avaz çıkıp sen onda olup qalsa bizge bir ameliy paketini ko'rsat şunun yo'qligiga degandin keyin bu terbiyelash lagerlarida manda terbiyelatimiz. Bunu biz yaramlıq bir adam qilib chiqirib, xalqni beytimin deydi. Xitoy, sen xalqni beytidigan adam xalqning terib yaratgan yerlarni, zaminlarni, boyliqlarni tijorat qilib ta'sis topgan iqtisodlarni ilmlab, uning yaramlıq erkeklerini o'ttirib sen qanday beytmoqchi eding? Sen qanday beytsa onu? Qanda qilib Allah seviyaga gapirsan. Bir adamni beytadigan adam ma dunyoviy haqiqat ma bu. Qulni bani berib turib, uning doirasini kengaytirib, sharoitni yaxshi yoritib, ish harakat qiladigan o'rinni yaxshi qilib turib, inandan keyin xalqni Allah seviyaga yetkazdi. Sen o hamma narsani zamindan chiqqan neftni olasan, oltinni olasan, köməni alırsın,
Hatta ki şu tağdı serıq topu var. Topudan tutup sen özünün memleketine yütkep ekitip o halkının kırıp kalan anasını, dadısını bakıdığın ballarını turmalağa içirip sa uyada üçey vağırlarını öpkü kararlarını sitip yeş arkalık sen hakkını kandağı Allah seviyeye yetkizmekçiydin. Bu dünyavi hakikat menin muşu gipimle tercüme kılalaydıgan kırımdaşlı olup kapkasa emmi devletinin tılığı bir tercüm kılıp takit ötünla. Ben bu Xitay bilen değişkini ma istiklal sahnesiga yanı çıkıp etiki. Bugünkü günkü kelgen vaxtıda 3 milyondan artık adamni terbiyeleş lageri, terbiyeleş merkezi dep çıraylık isimlerini koyulup o yerge geçirip katli kılıp kanmay teni sağlam boğan bununki teşkirişten sağ salamet ötken karındaşlarımızla apırıp onu Xilongjan'a, Gansu'ga yanı birisi İçki Mongol'a yütkep üyadın nime kınmakçısın? O turumun İçki Mongol'dan ki şaraitini biz bağayya o. Biz köygeya. Sokaklık gradisi. Ürümçinin sokaklık gradisi 37-38'e çıksa hayatı 40-45'e çıkıdı. Ma jonluk ayak, juva, datuşey degen neslinin hemmisini şu İçki Mongol'da aşağıda satıdı hem aşağıda yasaydı. Nimişka aşağıda aşında sokakının bağlıkını bölüp aşında kılıdı. O yerdeki o turmalarındaki avaz şaraiti onda sokak. O kırındaşlarımızın apırıp bir ögü 10'nu 15'ni kaçılap birsin kallanı ayan kılısı birsin kallanı ayan kılısın dep üyadi yatkızıp inandınken berdiğin tamık nime dese serik konakның hazır serik konakның atkı basımı bir burap koyap ner turub alıdı hazır. At. Hayvan cende. Şu serik konakның ki moğmısının ki Kaçıncı yıl yatqandınız? Ben 93 yıl Tencin'nin ki Nenkey dege yerden. Nimişqa yetip qaldınız? O yerde bir vakitlik nopus, ikamet doğrusudan meni namaşyamnoza. Ticaret qılatqan vaqtda. Ticaret kılıvatkan ben şu 91 yılının ahire ticaret başladım işkirge ticaret kılışına. 93 yılgacha bir qancha qitim badım. Ondan 93 yılı şu Çağanğa yakın birinci ayının ki başları o kıymeti Çağanğa bir ay qalğan mezgillemde. Şu mezgillerde badım üyege. Berip üyede bir öyünü aldım 700 koyga bir aylıqını. Elip şu yerde bir gün mal aldım ağam eline ekilip koydum. Şu günüsü keşte 3 Xitay kirdi beni. Kirip zenci hocam yok dep de yok ma öyünün pangdonu hatırcam bolsa ammasan bol degen dep şunda desem bu çeçimden tutuplam tamga üst tutuplam vası darasımı tatip şu yerde içketti beni. İçkitip u yerde şanın sırtıga şu 35 kilometreden jıqırak. Belki şu Loşi taraf bolışı mümkün. Beyjan olan Tencin'nin ki arlıqıdaki. Ben keyin Loşi'ye düşkenden şu ilıq teri bir taraf kaldığı ayağıma terinin bazarımda. Bütün şu Xitay'daki teri bazarda. Şu yerge bağandan keyin ben şu bir yağınımda pək qılıp meni muşan tarafga ekkeptikin dedim ben. Keçide ekkeldi, uyada 21 gün etrafı. Yattım. Bir ikamet yok dep. Bir ikamet yok dep. Şunun olan
3 kecha so'roqqa chiqdi, bir kechada 3 qitim. Bir kechada. Yanala adamning ko'zi uyquga bora-bormayla. Bir ishlar bor bu turmuninki. Xo'sh. Aş vatandagi turmuni bolalar ashunda tasvirlab bergan. Ay ishkini bir ochadigan bo'lsa, yurki ojizroq adam bo'lib qolsa, ajad aylanib ketib, yo o'lib ketish ehtimolligi chiqadi deb darang burun ochildigan. Aşağıdan 3 qatim so'roqqa chiqdi, so'raydigan gapi nima desa, sen nimaga kelding bu yerga? Dedim, men tijorat qilgani keldim. Desem, nima olasa deydi, oyoq olaman. Xo'sh. Desem, yana onu so'raydi, bunu so'raydi. O vaqtida o Xitoyninki ma'vo ko'chtilini azroqli shu o'zimizning tijoratdagi loyiq doirnilar. Xo'sh. Bo'latim. Nurg'un gaplarni bilmagandan keyin gap qilmadim. Hech qibatda 21 kun jarayonida aşağıda birisi, oshxonachidigan birisi yo'l mengib, xotni Xitoyda onunchu. Xo'sh, xo'sh. Yo'l meng shu it chiqqan bo'ldi, it chiqqandan keyin seni men 100 ko'ga it chiqdiq dedi. Shuning bilan men 100 ko'y pulni berdim. İnandan keyin inandan keyin bir qancha qatim chiydim. Chiygan kunsi berib men chiydim. Men vaqtlik nopos olaman dedim. Shuning bilan vaqtlik nopos elib qildim. Shu vaqtki turmuninki sharoiti intayin nachar. Intayin nachar. U yerda par degan narsa yo'q ma'vo. Uyni isitadigan narsa qo'ymaydi. Bu sharq shimoldagi so'g'aq bo'ldigan bu shu sharq shimolninki Dongbi, Xilongjiang, andın ishki Mongol. Andın ma Lanju tavaliklarda uyga par qo'ydi. Andın boshqa yerda par qo'ymaydi. Qo'ygan taqdir isitish uskunlarini qo'ygan taqdirda turmuga qo'ymaydi. Bu shu o'zining tiniqi bilan istaydi deb. Tixmi hayvondan surganda so'raydi. O kichikkina bir uyga 15-20 odamni so'laydi. U yerda shu hukumatga qarshi chiqmaganlar jinoyatchi bo'lsa, o jinoyatchilarni boshqacha muomala qildi. Lekin shu hukumatga qarshi chiqdi degan maqsad bilan akkirgan odamning hech qandig'iga yaxshi muomala yo'q. O turmuning gundupaylarining saatligi at degandan kechvo'g'icha o butunlay yetim o'g'loq, onasi yo'q, dadisi yo'q, yalang to'sh Xitoyning vallarini turmuga nima qildi? Ang döp manda kallis ishlamaydigan odamlarni gundupay qiladi. Xitoyning nemisi shu. Harbiy maktablari bor Urumchida. Harbiy maktablarga shu bizningki tonish bo'lishlarning ballarninki harbiy maktab o'tab qolganlarning hammasi maktabda 0 olgan nimalar o'qib. To'liq o'ttirinib qo'mondan nimasi buyruq tushsa har qanday ism o'ltiradigan odamni qildigan. Ashunda odamlarni qiladi undayaga. O'ma azroq insonlik va odamni qilmaydi. İnsanlik va odamni qilmaydi. Bir qalbida azroq menmi inson, mammi insonken deydigan odam undayada bo'lmaydi zaten. Ondan o turmuning ichida xo'jang deb bir narsa bor. Aşu gölününki, seninki aşu cinayetçiliğinin kamir başlığı yani. Kamir başlığı. Muşunun içindeki mahpuslığınınki nimisine mahbiyetlikini bizge deysen. Umu cinayetçi. Umu cinayetçi bulmasa. Muşununki kılıvatka iş hareketlerini küzdüse.
senin cinayetini yengilletmez. Degenden keyin o kuzatish bilan to'xtab qolmaydi-ku o. To'g'ri. Shu longani sug'ichlab, bunda chigib, mo'naq qilib urdigan bo'lsa, dumbiga urdigan bo'lsa, qo'saqda etilib chiqqidek tegadi. Shunda urdi. Anda jazo var bunun içinde. Endi bizningki 500 mingdan ortiq qarindoshlarimizni Xitoy ishkirga yo'tkidi. Ham bu qarindoshlarimizninki sharoit to'g'risida to'xtalib o'tsak, bu qarindoshlarimizni sharoiti intayin nachar bo'lgan. Ashunda turmalarga qavaydi. Qish vaqtisi intayin sovuq. Yaz vaqtisi issiqning da'dida havo yo'q, to'pidan oqidi chip shu oqidi. Yerning ostidagi nimalar qildingiz? Asosan shu zaminning ustidan bir qat, ikki qat, uch qat manda turmalari bor. Siz ichki Mo'ng'uldimi keyin turmaga baga vaqtida ko'rdim degan programmadan burun. Sırttan qarasa herkesme hech qanday inson. Ya o sırttan qarasa o turma varlığını bölgünü bo'lmaydi u yerda. O shahar ichida turma bo'lmaydi. Har qanday bir urug' tuqqanlarimizni, bolalarimizni izlab yo'qlab basak. Cho'qim shu taksi mashinaga ang tuvan bo'lganda 180 koy, bo'lmasa 200 koy, 250 koy. Luq çıkıdı şu saatini besip mağsa. Şunda bir yerlide uçukçuluk emas. Etrafı koyuk ormanlık. Etrafı. Bunda igez yerlige çıkıp karısa anço munçu bunda yıpılga öğülünün ögzüsünü kögün oldugan. Aşında bir rayılla o. Aşında yerlige appırdı. Men bu bizningki vatanimiz Sharqiy Turkistondan ichki Mo'ng'olninki bir nemisini bir deb beray. Arliqini, musofasini. Beijingga 4840 kilometr keldi. Beijingdan saq salomat 2000 kilometrdan oshdi. Ichki Mo'ng'olga. Ichki Mo'ng'olga. Shunda bo'lgan vaqtida 6000 kilometr jiroqliqqa ketdi degan gap. U yerda masalanizki, Appirvaga odamni ish qilsa, sirtqa chiqib, havo bilan uchqasa, kun nuri bilan uchqasa, ish qilsa, az to'la jonni qutqizib qolishning bir yo'li. Anında tügüşep ketmeydi. Lekin hazırkıdak u yerda qildigan ishmi yo'q. Nemish var u yerda? Chimilidek necha ming Xitoy ishsiz shu ishga o'xshash burab, nada bijmochen bakida burab yurgan yerda nada ish bo'lsin ortiq u yerda. Sağıdak. Ish qilsam so'lab qo'ygandan keyin birinchidan kun nuri yo'q, ikkinchidan har kunisi et deganda mushundala mo'midan ikkini berdi et deganda. Andan qurtlab ketgan unva seriq qo'noqning uni. Qo'shiqni munda qilsam men shu tenjindik turmidagi vaqtida o'lmabdi qurut. Pishirib bergan narsada. Qo'shiqimda tiyib deb ichganman. Mit beliq uzgandek uzidi onu. İnsonga qilgan muomalasi Xitoyning bu. İnsonga qilgan muomalasi. Andan kechda shuningdan ishkini berdi. Eli qo'mashdan birini berdi. Onunga sey sanmaydi, yağ sanmaydi. Tuz sanmaydi. Bizningki vatanimizdagi bizning qarindoshlarimizni hammasi kichkidan tug'ilgan vaqtidan tutib go'sht yog' yeb, usqonni kuchliq tutgandan keyin
Anı bir ay yegenden keyin bedende hiç qanday kuvvet kalmaydı. Kuvvet kalmaydı. Kuvvet kalmagandan keyin andın bir xil yeltaşma payda oldu. O nimeden payda oldu dese, muş tazlıqның yaxşı bolmaslıqıdan ta'din zarilnish bo'lib, muş adamның ma peyleri var. Muş her bir pey var orun, muşunda orun, ma koltuk, ma teqim, muş adamның muş sergat degan yerga muşunda qizil qapartma bir narsa o'ylab chiqadi. Onu qaşlaması taq turanmaydı. Qaşlagandan keyin teri buzuldu. Onunğa dora vermeydi. Ya bir yerga apirib davolatmaydi. Aşında qilib aşağıda aldı. 3 yıl paylay alishi mumkin. Nayt chidamchan jalliq adam. Ahire 1 yıl aram paylaydi. Başka bir narsaga o'zgarib ketdi adamning rengi, chiroyi. Shunda darajada o'lmagan, tillamagan taqdirdimi? Aşında darajага bardi o qarindoshlarimiz-chu. Men Xilongjiang o'lkasininki gap chiqdi, men Xilongjiang o'lkasiga berib boqmagan. Uyanıp faqatlama şu tuzlanlik soğuk rayon bo'lganligini anglagan men. Men berib boqmaqliq. Lekin Gansuga olib borganlar butunlay har bir rayon o. Gansu degan. Lanju harbiy rayonininki tavaliki. Gansu degan. Hem yer tağlık. Cimi yere. Bir mi tüzya yok. Deryanın etraflarda çunku deryanın etraflarda jutla mahalle var. O mahallenin mi taza aşuya berip köymese ufkununmaydı jiraqtan qarab. Aşında derecedeki orunla emdi var. Bu Xitayninki bu maqitimki planı 500 ming adamni ayaga yo'tkigandan keyin xalqaroning ko'zini bo'yab yana aşında rezil sahnalarni rastlab chiqib xalqaroning ko'zini bo'yab o'tib ketalisa yo'tkiga adamning o'rniga yana bir adamni to'llab andım mayandın qatl qilgan ichki a'zolarini setib yeb tugatgan adamlarni ayandın to'liqlab mushunda qilish orqali irqiy qirg'in qilish orqali mavi millatni yo'qitib o'taman deb qilgan butkul planlari bu. Bununla xalqarani o'ttirg'i soldik. Bütün xalqarami gap qildi bununla. Hamma adam ses chiqarmadik deb xafa bo'ldik. Maqitim o'zimiz ses chiqarmasak, aksini, anasini, urug' tuqqanlarini aşı lagerga akirib ketgan ishkir o'lkalarga yo'tkilib ketgan adamlarning hammasi ovozini chiqarib ma guvohlikni joyida berib ma guvohlikning sonini 300 ga 500 ga hatto 1000 ga yetkidek darajada o'rnidan dast turib guvohlik bermasa ma xalqni 35 milyon xalqning qabrisini qezib ekkagin olmaydi ayadim. Bu yerde gap qiling desa, shu anamni ichirib ketibdi, akamni ichirib ketibdi. Allah bismillah.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Taqıtına yetmeydiği işlerine. Qammaňyl dep diken. Dep aşo İmam Akbeş'nin öçkistek kallasın sangıltep yatkan bilen halyk tügep ketidi. Xoş. Telefonu öçüreteňler birodarlar. Ha, işçidiken telefon. Bununla muşu biz Uttur Asya, Garb Asya, Şarq Asya bütün muşu dünyanın hemme yerge Avrupa kıtası, Amerika kıtası hemme yerge biz tarqalıp ketken muhaciratdaki qarindaşlarının hemmesi dövletli bolgandan keyin Elbette. bunu halkaradan yani bir başka adamdan bunundan kapınmay öz ağzımız bilen özümüzden sesini çıkarlı. Her daim şu çakırın kılıvat. Özümüzden sesini çıkarmay aşında kallımızını lanıştıp kınam şu ayetini okup la yükellifullahu nefsen illa vus'aha dep diken dep o sa o ayetini hatalı düşünüp kılıqlık. Sen hatalı düşündürüp koyarlık ona. Allah Teala sen kılanmaydıgan insanın koldan kemmeydigan işi buyurmayman. Kulağından keldigan işinin hemmesi buyurayman diye ayet avı. Onun da bizning kolumuzdan kemmedi. Kök. Bu Xitoy tajovuzchilarninki mushu razil planlarninki biz birinchi planga ma'qul deb shu bo'shab ketganligimiz uchun ikkinchi planni ijro qildi. Ikkinchi planga yana yavaş kelib shu bizdan yeterlik derecede anan bir tamıqaga tek güzelligidek bir ses çıkmaganlık uchun üçüncü planını icra kıldı. Onunla boşanlık qıptık. Hazır vatanda qırğın qıyğan adamni az dep emde özünün jutuğa apırıp yeyishga başladı. Bununla bir taraftan kız ayollarımızın şu iş bahanesine akitlivatkanlığı bugün bana bayqa şutun burunki programda partlagan sükutda biraz bahsi bulundu bununki. Vatandaki çıkan şu sadalınki şu yerden ündidardaki paranlaş mesela içindeki boğan paranların içinde hiç qandaq bir erlağı asla yok. Normal bir 13-14 yaş kızlardan başlap ballar valının hammesine lagırga ballarını apkir kitip Xitayca bütünle tamamen Xitayga terbiyeledi diyor. Şu anlarımızda mı yıllap haberi yok, neye ketkenligini bilmeyimiz. İşletimizde apkette de bayındaq paranlarımda. Şu derecede bekşi halimiz bu. Her katım çağırıvatımız, nida kılıvatımız halkımızga bu ekrandan. Bunda qılmanlar bu cinayetlerin aşkarlandı. Ama şu bugün düştüm burunki programda mı şu narsa deyildi demiş. Nurgun işlerga Xitayning jinoyatiga bevosita şahit bo'lganlarmi gapirmoqlik ham sukut qiliqlik chiqmoqlik ham şey chiqib shu jinoyatlarni oshkor o'tirib qo'ymaganligini so'zlab o'tdi deganki adimizimda. Mushu darajada bexudlik bo'lishning kamida. Sizlar mishada ishkirda yashab boqqashqa bu az mezgil bo'lsa-mu bu Xitoylarniki 10 necha yillik ishkirdagi shu tijorat jarayonida ko'rganligi asosan bu yo'tkaymiz degan xabar chiqqandan keyin bu chidamay kaplan bu yerga buni oshkorlayman. Men qattiq shu ichim titildab bekar men dadam o'lib ketsa yig'lamagan odamman. Dadam 99 yoshga chiydi. Allohga muloqot oldigan vaqti bo'ldi. Nemish yig'laymiz dünyanın mehnat mashaqqatidan Allah qutqizib ketgan odamga nemish yig'laymiz deb ko'zimda yosh chiqmagan odam. Men ko'liga yo'tkaydigan, shu nimaga yo'tkaydigan degan xabarni angladim men. Shu ishki Mongolga.
Şu xəvəni anlağandan kelam qattiq içim titildab. Bikağa tuğğa yerimdə, otdağa yerimdə közemdən yaş çıxdığan manda bir alet bulab qaldı məndə. Mən şunu müşəyə keldim. Bu rezilninki aldamçılığına mən özümün şu aldımda çoğuğa oğlumdan mobdan bilimi. Bu şu 2009 yılı şu 10. ay etraflarımı, 11. ay etraflarımı Türkiye Cumhuriyeti'nin ki Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretke bağlan vaxt Ürümçi'ye. Şu vaxtıda ben nəh aşı dükkanımdan aldıdı batım. Şu günse qanda kaldı demem la. Akşımı ba ilaqı asker toxtutup qoyduğum botkılı vatı şu nəmin taraftan şu nemi geçe 3 taş beketki vağıtça menin hesabımda bir 20 neçe yadı batı. Etrafı toğulun tosap şu korallak turduğun yerleri. Şu günse etigende çıksam birisi mi yok? Hemen ele tutulsun. Birisi mi yok? Ben şu günse etigende şu bir neminin ki bir samsak satılan bir ağıyla batı. 3 taşta. Bir kilanla bir samsak yap koydum 2 tane deyip. Erkitip yanıldım. Şu yerde bağı çıkarsam birisi mi yok? Andım mavelaka Cenubi Kovuk, Şimali Kovuk dep koyduğun yerleri var. Daşimin, şöşimin deydiğin. Şu yerlerde şu Uygurlar bağlı iki rayının ki şu dostluğun ki o tarafta yok. Yenişehir rayın tarafta hiç kanında nemi yok onda. Aşının ma tarafı da 200-300 yerde aşında erbini toxtduğu yerleri vardı. Şu günse hemen eli tuttu. Birisi mi yok? Andım bu devlet başkanımız geldi o yerde. Cügürüp bağdık. O adamını yakın bağı uzamdı. Şu taraftan sakçılı uyan götmağını buyan götmağını deyip tosağılık. Yağlı mescitte namaz okudu. Şu Beytül Ma'mur'da. Üyadan çıkkandan kim bir kız bala kanda bağan şu halkara çoğun bazada bir çilan satıdığan dükka açıdığan kız bala eti var. Şu kanda bağdı, aldığı bağdı. Berip o kız bala jığlap durup Türkçini obdan bildiken. Jığlap durup halkının ağlını bir anıltıp koydu yani. Anıltıp koydu. Şunun olan o günse kaytıp ketken boldu. Belki Beycan'a bağın boluşu mümkün. Xitay'dan paytaxtılar ki. Şu günse ertesi bir uxlap kopsam hemmesi jaya kepti. Bütün yılıqı tosaqlanırsa. Punktlarının hemmesi eslik kepti. Bu bana muşunda aldamçı. Bu xalqaradan çiğgen muxbirni mi? Şu tamojindan kirgizdiği vaqtida cheklangan rayilli va bağmaysa. Cheklanmagan rayillining hammasiga berib ziyorat qilsang bo'ladi deb xayriyatini echib ko'zitib qo'ydi uni. Shunda yani ziyorat qildi. Nim bağı turmudi? Turmaga bağını qo'yamdi va turmaga bardiga yo'l degandan ki 15 kilometr yerdan çazını kurup kirakeşme ötenmeydiğen yani başka koy vakıdığan patı vakıdığan adam mı ötenmeydiğen yerden çazını kurup bakıdığına bir kimde ötkezmeydi yerge. Bu Xitay'nın aldamçılığının ki şu en çok paketinden birini depreymen özünün anısını mı aldaydı bu? Dadısını mı aldaydı? Kanda aldaydı o dese? Birinciden bu ölge vaxtıda ölgini kötürüverdi bununki. Məxsus Meytuz şirketi var. 2000 tane hizmetçisi var.
Ona aşu özünün işini kılayverdi, maşinasını edip şovu hallarda jüreyverdi o, oynap. Ama kötürü veriyordu da. 20 bin köy, 25 bin köy, 40 bin köy kıça. Aşu Çaldığan dağıdın baklarını, sunaylarını çilip, aş şirketinin hemmesi harbi parattan ötkendek aşu rang kiyimlerini kata kiyişip aşu meyit uztuş murasım kiyimleri var. Şunu kiyip, dağıdın baklarıyla iç kömep, aşında kıpırdı avı balısı boğa adam. Onun katnaşmaydı. Kötürü verip ötedi ölügine. İkincisi, yılda bir kıtım bunun alakamağı Çağan bayramı da bir bayram var. Şu günü ise, kanda kıldı dese, elaka bişkoyga mando berdiğin kağız pulunu kötürüp içkip, ben bunun Xitayçısını dep demey, Uygurçısını dep birey bunun. Şimdi çilekki otunu kalap, ana, dada, ben hazır şunda bayvolap kettim, iqtisadım güllenip ketti, sen bu şunu o dünyada hecligen, dep ona çilek kisilip köydirdi. Xitay sen aldamçı bulmasan, özünün anan olan dadanğa 10 köy jıngpulunu köygüzü pakakana. Bana heclayet dep. Sen özünün tapqa anan olan dadağını maldaydıgan nemisin? O halkaranın közünü elbette aldırmamışsın. Oylap bakanlar, kanda adam özünü tipip, kiçkidin bekip, çoğun kılıp, onu akıl bağlı kılıp, çoğun kıygan bir adamına ölügini kötürü verip koyap, oynaydı, özünün işini kılıda. İnsan emez bu. Bu dinozavr deysek bulur buna. Ben dinozavrını körep bakmagan bolsam mı, dünyada yokulap ketmegen bolsam mı? Yokulap ketken bolsa mı, o dinozavr degen 300 bin yılla. Lekin onunki şu hususiyetlerini halkaralık aşının tadqiqatını kıldıgan alimlar bu arkanda bir narsani şu közü köymey laplam şu buzuplu öttürepli mağadagan manda bir mahluk dep manda tasvirleylik o. Bu şu özünün anısı bilen dadısıga iş çağıramagan adam başka halkka iş çağıramaydı bu. Aldamçı bu. Bu halkaranın közünü boyaydı. Muş pilallık tuğut degen nasi yolga koyalgan vakitinin özde men şu vakitinin özde nahlam şu 17-18 yaşlığa kirge vaktim. Onun aldı pilallık tuğut degen nasi yoktu. Pilallık tuğut yolga koyalganınızı bütün şu bizninki Şarkı Türkistan'nınki alimlerinin hemdelik çoğun reis dep koyamdık. Şu reislerine hemmeden tıllıgan, bizmi tıllıgan. Neymiş ki pilallık tuğut kol koydu dep. Bizmi tıllıgan. Keyin men şu jığınga bağan bir kere imamnınki degen gepini başkalardan anlap kaldım. Bularni Beijing'e apırıp, Beijing'de Rimin Daxuytang dep bir yeri var. Aş miman kütüdügan çoğun bir tege çoğun jığın zali. Üstü yatak. Üstü yatak. Şunun olan bu yerge orullaştırdı bunu. Orullaştırıp başta müşünde Uygur Abdunum rayonga pilallık tuğut siyasetini yolga koyduğun bulduk. Bunun ısırlı kanda karayısla degendeken biz bununla kol koyamayız. Biz bununla kol koysak halk bizning gepimizni anglamaydigan bo'ladi. Xalqning ichida bizning o'z obro'yimiz bo'lmasa, xalqni qanday yeteklab mangamiz deb fikrlar tushgandikan, ha bo'ldi, yig'im mushat tugida. İmam deb berdim buni sizlarga. Ha buni bir imom bo'lgan deb bergan menga. Degandan keyin bo'ldi, yig'im tugida, boshqa kuni boshqa suhbat qilamiz sizlar bilan. Aram e'lon deb yataqqa o'rinlashtirib
bu 18 yaş, 20 yaş etrafındaki Xitaylı'na, Xitay kızlarına kirgizdi emmi yatakka. Putunuzni jüp koyay, uskanınızını tutup koyay dep bu yerda. O yataklarning hammasi kamera o'rinlashtirilgan. Şunun bilan bu arlıqda ezip ketmegenlerimi bor? Ezip ketkenlerim bor. Bu aşağıda bir Sahip Cemal ilisine oynap çıkkan Xitay baba. İnandan keyin bir qancha ko'rinishni chiqib yig'in zaliga. Taz yo'g'on ishkiralliq televizorda qo'yib, mani Şinjan televiziyasi tanjisda ko'rsatdimizmi? Ya ma pilalliq to'g'itning ishini qanday qilamiz degandikan. Tak imzani atqa imza u. Aş yığınga bağa adamның aşı ödep kaldığan qıyqın ağızda anlagan gep ma bu. Mana bunun aldamçılığı, mana muşunda aldamçılığı var bu go'ynaqçı. Biz özümüzden qarindoshlarimizni tillashqa birdemde casus, birdemde munofiq, birdemde hain, birdemde tağut, birdemde murtad deb etishga ağzımız bek ishtek bizninki. Lekin Xitayninki anda yillar bilan amalsız holatda aşında mecburi qilibqa tushib qolgan ishlar bormi edi. Pek ikinci çıkmasla hakikaten şu bilgen mi etigen Andan şundan keyin andan Harun Xinajim aşu qo'l qo'ygan Pilalliq to'g'itqa. U qo'l qo'ygan, bu qo'l qo'ygan deb inandan keyin uni boshda dehqonga 3, ishchi xizmatchiga 2, Xitoyga 1 deb qo'ygan. Qo'yib keyin ashunda to'xtamay qatl qilib mening inimni aş Pilalliq to'g'itqa mas'ul qilib qo'yib inimni. Qiygandan keyin bu bizningki shu davlat vazirininki Çambiliq To'qay deb bir yava. Shu qumushliq deb qo'yamiz, islom sopining qumushqi deb bir yava. Aşağıda bir adamninki balasini qonunsiz tug'ildi deb bardi. Bağandan keyin jarimanni qo'ydi yerda. Jarimanni qo'ygandan keyin pul yo'q deydi. İniniz mi koydu? Mening inim bilan hamda ikki Xitoy, ya'ni bir ayol bardi hamda bo'la. Bağandan keyin ondan u yerda bu jarimanni qo'ygandan keyin o adam iqtisod yo'q, men to'layolmayman degandan keyin xotindan nimasi bo'lsa uyda nimasi bo'lsa so'rab chiqish deb buyruq qildi Xitoylar. Ikki saqchi Xitoy. Ondan u yerda 5-6 ming banglar bilan bu qancha yil bo'lgan ishlar desa bu 2000-yil bo'lgan ishlar. Shuning bilan uyga kirib o adamning gilamlari varken onu so'rab chiqibdi. Bir tallam kalısı varken sig'adigan. Shu kalını yeshib manga vaqtning o'zida balini adam bo'g'izli o'taylik. Qabul. Ashiliqa plansız tug'ilib qolgan balini. Dadisi. Alaman deb bo'g'izlab tashlab berdi. Kirgenlerini bu... Subhanallah. O çiğgenlerge nima deyishini bilinmay qolganchiga hamda ash odamning qanday qildi endi? Eningdek o odamni jinoyatchi qiliqliq besimni o'zi qilib hammishni o'zi terib o'tib. Eningdan keyin shu kundan boshlab mening inim xizmatni tashib o'taylik. Xizmatni tashib etgandan keyin jutdan chiqmaydigan qilib qo'yaqliq.
İnanız ne? Ha, bu yurttan başka egmamaydı. Hatta Ürümçigim baramaydı. Hazır çıkanda kaldı. Hazır lagerda. Ben aşımış yenip gelgenden şu Siz resimden kelgen bolsanız sınırını devastek etdikensiniz. resmi yok. İsmi Hüseyincan İslam. Hüseyincan. Menin Esencan, onun Neçe Hüseyincan. yaşta? Ufkam hazır 30 nime? Ufkam hazır 44 yaş etrafıda var. Menin arlığımda birisi. Ölep gittiklik o baldan. Hadi iş küçüldüm ya alaka yok. Yok, alakam yok. Ben şu 2017 yıl 6. ayakça alakalışı aldım dedim, aldı da. Hoş. Şu vakitçe alakalışı tutuq, şu meyinip çıkıp, ben başka karındaşlarla alakalışı sürüştükisem, şu meyinip çıkıp, şu bir yerim ay kanmay ekirip gitip. Işqılıp bu cinayetler, bu vahşilikler sözlep tüketkisiz derecede devam kılatıdı. Siz degendek şu elbette bir guvalık beriş meselesi ekan. Sal qaramasanız gerek. Atigenki programımızda mı bir şey demdi. Şu kadar ben hayran kaldım o bahanege. Şu adımızga bir şeydeki nini yaş ballar da dadısını öldürüp etkenlermi. Dadısı öldürülgen haberlerini bilgiler bakken. Bu ada siz bilmeysiz mi şu guvalık belgeli nadire keçisi öykürüp tutup gitip otlamış Türkiye'de. Dep aşı bahanını göz tutamdı. Bu acayip hayran kadarlık bir mesele demdi. Taqdirni hech kim o'zgartirmaydi. Agar Alloh taolo bizni tutib ketishga iroda qilgan bo'lsa, tutib ketadi. Tutib ketishga iroda qilmagan bo'lsa, ketmaydi. Bizningki anam baqirib ketgan. Meningcha o so'rab yurib anamni shehid qilib bo'laqliq. Qagan qarindoshlarımni lagerga echirib ketdiglik. Bizningki bir tal anamiz, bir tal akimiz ya 4-5 qarindoshimiz ma 35 million xalqning jinidan ma kelgusida Sharqiy Turkistonni yo'rtadigan, gullandiradigan farzandlarimizning jinidan ortiq emas deb bilaman. Elbette. Bizning o'zimizningki bir şəxsiyyətimiz arqılıq biz 35 milyon xalqның təqdiriga köz yumuvasak, bununki bir vicdani bir soruqı oldu qiyamet günüsü. Evet. Üyədə nurgun özürlərini kösetken təqdirdi mi? Sen şu vaxtı nemiş qıla alaydan? Senin qolağından nemiş kilitdə dese, ben şunçilik derecede tiriştim. Amal kılanmadım desek yaxşırak olamı ya ki şu sükut tutup başında turup dikenme oyunda bulap diken desek yaxşı olamı. Bunu da özünün vicdanı öyle çalışmak. Ben bizimle ma davanı kıldı dep mi xapınmayman, kımmıdı dep mi xapınmayman. Bir kimge sükep mi gep qilmayman. Bir kimni qamchilab mi gep qilmayman. Mushu o'zini men Sharqiy Turkistonlik manga vatan lazım bo'ldi. Mening hamma narsam tatib olindi. Vatanda Rabbana akhrijna min hazihil qaryati zalimi ahluha vej'al lana min ladunka veliyya vej'al lana min ladunka nasira deb yig'layotgan ey Allah bizning kishilik huquqlarimiz depsanda qilindi, bizning ishtifat nomuslarimiz depsanda qilindi, bizning zamin boyliqlarimizni Xitoy tatib oldi, bizning hayotimizni tatib oldi, dinimizni tatib oldi, urf odatlarimizni tatib oldi, hattoki bizning eriq ichayotgan suvlarimizni tatib oldi, ko'ma qalayotgan ko'malarimizni tatib oldi. Ang ahirist kelib bizning jinimizni tatib olgan tudi Rabbim. Bizning jinimizni tatib olgan tudi.
Bizge hatta sen asmandan haksız düşürüp egen gün nurunu mu sen bizni tınsun, havalansın dep düşürüp çıkarıp egen havanı mı, nefesini mi bizden tatıp aldı Rabbim. Bizni muşu ziminden bir çıkarıp etken. Bizge asman jırak, yer kattık geldi. Etrafımız bizge ta geldi. Biz bu yerde özümüzni öttürüp alsak kıyamet günü senin aldığında soraktan ötemeymiz. Bizden sevri kıyıdek yerimiz kammıdı dep jığlap atkan aciz mustezep erler, ayallar, küçük ballarınki nalısı üçün çıktım ben ma meydanga. Allah razı olsun. Şularınki nalısı üçün, şularının Allah'ı jığlap atkan jığısı üçün çıktım mevege. Ben şu vicdan, ben şu gororum bul çıktım. Kısva karındaşlarımız her kandığı özününki aşı gororunu oylap bekip, vicdanını oylap bekip çıksın. Çıkısı yok karındaşlarımız özününki şu özden aldığan hesabat kalbiden mutmain bolup kalbige temkin tapkan boz çıkmasın. Benim deydiğin gipim şu. Rahmet. Allah razı olsun. İnşallah bu nidalar elbette kulak sallıqanlar çıkır dep qarayman inşallah. Köptün köp rahmet. Allah razı olsun. İnşallah. Bu karındaşlarımızdan yaman xapılap mı kaldığan avalla bek köpken xapınmayla. Özünün vicdanından bir sorak ep baksın. Bayan ben degen gep bilinin ki hemmesini hazır aşu davatıdır. Evet. Hatta ki Mata Nasrullah dep gitti. Bu Allah'ın yardımı neredeydi o? Dep aşında dep git barda karındaşlarımız. Ama tünügün biz ustazımız, hürmetli ustazımız Niyaz Damullah Kamına söhbet qilgan toq. Şu meselelerge keldi, şu sükütülen sabrının oturusuna biz sual sorap etken bu karındaşımız. Bizge ata-anamız sabrini şu sabır diye vaqtida sükut qilish va jimtu deb ayna o'rgatib ekan bizga. Zulm, g'am shuncha vola ishlar. Bunun qanday tushuncha berildiganidan ayt güzel bir cevap berdi ustozimiz. Bir millet bo'lib sufimiz bilan biz oldi bilan Allohning oldidami nusratga beshimizda tik tutib yashashga erkinlikka loyiq bo'lishimiz kerak shu. Uning bedelini to'lash kerak. Uni to'lamay turib, mushukdek tugilib edib, hech qanday ishni qilmay, yana Allohning nasratini Mata Nasrullah deb Allohning nusratini tilash, u Allohga ufshuqlik qilganlik hamda. Cho'qim har bir xalqimiz uyg'onishi, buningga kuchliq bir harakat qilishi kerak bo'lmaydiganligini javob berdi inshaalloh. Bu tuyg'uga kelishini umid qilamiz qardoshlarimiz. Bizning so'stligimizdan bizga yordam berishni umid qilgan nurg'un davlatlar bor. Bizning susligimizdan 4 kunda meni lavzi qilib qo'ysa, Xitoyning oldida deb yordam qilmay o'tadi. Xo'sh. Bo'lmasa bir mushukdan birini mashina besib etsin, shu kun butun xalqaro matbuot bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Ayat 35 milyon xalqninki qatlam qilinayotganligi, irqiy qirg'in qilinayotganligini bütün xalqaro bo'lib turdiğini bilmaydigan ish yo'q. Ma bizninki mijozimizning bo'shligidan bizni yo'lamaydi. Biz oldida dast turib, coğrafiyalik o'rinni biz biladigan, sharoitini biz biladigan bo'lgandan keyin biz bütün ko'rgan bilganlarimizni Xitoyning razilligini oshkorlab bir xalqaro qonunga bir tizsak, qo'lida isbot bo'lsa, Xitoy bijmi desa, "Ma ko'rdingmi sen manchilik edimni manda qilib o'tibsan." Elbette. Bunun delil isboti ma bu. Biz inson bo'lganlik uchun biz insoniy yordamni ma'noga beramiz. Nima deysa deylaydi. Evet. Bo'lmasa sening nima isboting bor desa nima deydi? Sen buni yo'laydiganga nima isboting bor demamdi uni. Evet. Shaytonga meni o'qita salaman deb jugurib yuradigan Xitoy. Evet.
İnşallah. Bir şey de akıllaştırıldı programı. İnşallah vaqt so'zlab ketdi. Men sal o'zim bek kelaqa mush yaqiningizda bek vatanninki söygüsü qalbimga bek kechib oldi. Ham u yerda bo'layotgan ishlarni inson tasavvur qilgan olmaydi. Mushu bir inson uchun onunki nomusu bo'g'in mushu ayollarning işbet nomusiga tajovuz qilishdan cho'ng xorliq olmaydi dunyoda. Şu xorliq bizning beshimizga keldi. Biz şu xorliqni ko'rib turib yana deb shu attap qolgan xashudek solishab jusek bizning avalimiz munda bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo bu ikkimizning müşahede qilishgan suhbatlarini Alloh subhanahu va taolo şu vatanimiz Sharqiy Turkistondagi Xitoy tajovuzchilarininki zulmlarninki bir ko'tarilib ketishiga bir Allohdan bir vesile qilib berishini tilayman. Alloh subhanahu va taolodan bir bundan keyin shunda bir suhbatlarninki qayta bo'lib turishini, qarindoshlarimizningki sustlik qilmay qalbidagini oshkorlashini qarindoshlarımızdan bir o'tinib so'rayman. İnşallah muhaciratda nurg'un qiyinchiliklarda yashayotgan qarindoshlarimiz va qarindoshlarımızın qiyinchiliklarini Alloh taolaning oson qilib berishini Allah'dan so'rash bilan birga so'zimni oxirlashtirman qarindoshlar. Men shu ko'rgan bilgan haqiqa oldimdan o'tgan masalalarni inshaalloh bir o'ttirib qo'yishni to'g'ri turib shu istiqlolda ammanlar bilan bir yüz görüştüm. Allah'a çeksiz şükre. Qarindoshlarga eng oxirida bir og'iz tavsiyarim. Allah Taala bizga shu bir imkoniyatni berdi. Ama şu erkin azadi yaşayalaydigan, erkin azadi fikir qilalaydigan bir imkoniyatni Allah Taala beribdi. Şu imkoniyatdan bir foydalanib qilishimiz uchun qarindoshlarninki shu guvohlik masalalarga bir kuchishini so'rayman. Men buning guvohlikninki muvaffaqiyatini men oldimga kelgan muvaffaqiyatini deb beray. Birinchidan Xitoy yo'q degan lagerni bor dedi. Ash guvohlikninki 25-soniga kelib bo'lguncha. Ikkinchidan Xitoy farzandlarimizni şu Xitoylashtiruvman deb qavab so'lulib azoplagan o'rinlardan rangvozlik qilib erkin azada o'ynay oladigan bir yerga chiqib o'ynatib shuni xabar qilib taqib qilyotdi. Shu Xitoyninki shu peyning seqirg'ini shu. Arkanning masalalarini ko'rdik. Falastin masalalari, burunqi Iroq masalalari, zulmlarni shunda anglitib berganlik uchun ashuli o'ziga loyiq natijalarni qozondi. Bo'lib shu Myanmarninki hozir burunqi qaraganda unda medialari bekkamgan bo'ldi-ku. Ular xalqaradan aralashdi, zulmni to'xtatdi. Shunchilik bo'lsa bir foydalanib qolsak degan maqsadda bir qarindoshimga men bu tavsiyani qilyapman qarindoshlar. Buningga hargiz sus qarmanglar. Keyin mening onamni nega ko'mib o'tgandi, dadamni nega ko'mib o'tgandi, akamni nega ko'mib o'tgandi deb berib u yerda ko'zimizning yoshini eqitib yig'lasak hech o'rniga kelmaydi. Su besib ketishdan burun to'g'an silishni bilishimiz kerak qarindoshlar. Ko'nglingizni og'ritib qo'ygan bo'lsam mendan ranjimanglar. Rahmat, Allah razı olsun. Allah razı olsun, vaqtni bek so'zib o'tdim. Rahmat.
Qadrli qarindoshlar, shuna qilib bugungi programmamiz biroz uzrab ketdi vaqt. Sabr qilib ko'rib bag'ininglar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Shunaqla internetning ba'zi biroz masalasi bor o'xshaydi qaraganda to'xtab qolib degandek. Buni inshaalloh suhbatlik nusxasini ya'ni kashkicha chiqaramiz inshaalloh. Uni ko'rishinglarni umid qilamiz. Yana bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Oxirda yana takrar bu masalaga sal qarmasliklarini umid qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.